Qo'l va oyoqlaringiz doim muzlaydimi? Issiq xonada ham siz o'zingizni sovuq his qilasizmi? Bu oddiy holat emas. Bunga juda ham e'tiborni yaxshi qaratishimiz kerak. Bu organizmning sizga berayotgan signali. Men bugun sizlarga bu holatni, bu muammolarni asl keltirib chiqarayotgan sabablari hamda tabiiy davolash usullari to'g'risida gapirib beraman. Videoyimizdan uzoqlashmang. Oyoq va qo'llarni muzlashining asl sababi, birinchi sababi bu qon aylanishini buzilishidir. Qon aylanishi buzilganda spazm, ya'ni qon bosim oshishi, qon bosimni tushib ketishi, gemoglobin tushib ketishidan, ya'ni vegetativniy nervniy sistemani simpatik nerv sistemasi ko'tarilib ketib, parasimpatika nerv sistemasi pastlab ketishi, ya'ni simpatika ko'tarilganida bu periferiyaga, ya'ni markazdan chiqayotgan oyoq va qo'llarga ketayotgan nervlarni yetib bormasligidan qo'l oyoq muzlashligi mumkin. Vegetativniy nervniy sistemada simpatika ko'tarilganda bu stress holati, ko'p terlash, charchash, ya'ni panika, xavotir funksiyasi yo'qolib qoladi. Shuni hisobiga nerv oyoq va qo'l uchlarigacha yetib bormaydi. Oyoq va qo'llarni muzlashini yana bitta sababi bu kamqonlik. Bunda bosh aylanishi, tez charchash, ya'ni terida oqarish, mana shundan farqlasak bo'ladi. Oyoq qo'llarni muzlashini yana bitta sababi bu qalqonsimon bezining muammolari, ya'ni gipotireoz. Bunda uyquchanlik, vazn ortishi, tanada terining quruqlashishi bilan farqlasak bo'ladi. Qo'l va oyoqlarda muzlashishining yana asosiy sababi bu qandli diabet. Bunda qo'l, oyoqlar qichishi, sanchiq hissi hamda yaralarning bitmasligi bilan keyin ko'p chanqashlik bilan farqlanadi. Qo'l va oyoqlarda muzlashning yana sababi bu nevropatiya, ya'ni nervlarning siqilishi. Agar bo'yin sohamizda nerv siqilgan bo'lsa, qo'l uchlari muzlaydi. Bel sohada siqilgan nervlar bo'lganida bunda oyoq uchlari muzlaydi. Qon aylanish buzilib, bu oyoq qo'llarni muzlashini yana sababi bu Raynaud sindromi. Raynaud sindromida inson sovqotganida qo'lda birinchi oqarish paydo bo'ladi. Oqarish paydo bo'ladi, bu yer qon bilan ta'minlanmay qoladi. Keyin ko'karadi. Qon kelmagandan keyin u yerga kislorod pitaniya, kislorod bilan oziqlanish ham to'xtaydi. Unda ko'karadi. Undan keyin yana qon keladi, yana qizaradi. Raynaud sindromini shu bilan farqlasa bo'ladi. Qo'l va oyoqlarda muzlashini yana bitta sababi bu tanada vitamin B12 yetishmasligi, magniy yetishmasligi, temir moddasi yetishmasligi. Mana shu minerallar yetishmasligidan qo'l oyoq muzlaydi. Agar sizlarda ham mana shunday muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, qo'l oyoqlaringizda muzlash sizlarni bezovta qilayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz bilan bog'laning. Biz Neyrobalans klinikamiz sizlarga bu muammolaringizga, qo'l oyoq muzlashlaringizga tabiiy yo'l bilan davolash usullarimiz bilan yordam berishga tayyormiz.